Bu men o'qiyotgan roman emasmi? Nega men kitob ichiga tushib qoldim? Nima, men kitob eshitamanmi? Ajoyib. Men Xiya oilasining qiziman va egizaklarining kichkinasiga turmushga chiqqanman. Jiyu, sen Li oilasining qizisan va egizaklarining kattasi Jiji bilan turmush qurgansan. Seni majburlab turmushga berishgan. Nikohdan oldin seni sevganing bo'lgan. Nikohdan keyin sen pullarni eski sevgilingga o'tkazgansan. Xo'sh, keyin men ham yashirincha pullarni oilamga o'tkazganman. Keyinchi nima bo'ldi? Keyinmi? Bir necha bobdan keyin bizni qo'lga olishgan. Sen eski sevgiling bilan yotoqda ushlangansan. Men esa pullarni o'tkazganim uchun hibsga olinganman. Shu ikki egizaklari bizni tamom qilgan. Biz shunchaki qurbonlarmiz. Bu voqealardan keyin ularning sevgisi juda ham chalkashib, aralashib ketgan. Voy. Sen juda pushaymon bo'lgandek ko'rinyapsan. Yo'q, unday emas. Voy. Ha, lekin yaxshilab o'ylab qarasak, ular bizni bunday sharmanda qilishini kutmasdan yaxshisi o'zimiz ketamiz. Yur, birga yashaymiz. Roziman. Lekin biz shunday ketolmaymiz-ku. Bizga biroz pul ham kerak. Aks holda biz och qolamiz. Mening personajim sevgan yigitiga barcha pulni o'tkazib yuboribdi. Xavotir olma, axir men yoningdaman. Jan ursin la'nati. Mening personajim barcha pullarni oilasiga o'tkazib boribdi. Bu oilaga erga tekkan barcha ayollar o'z xohlaganicha yashay olmaydi. Faqat boshqalarning buyrug'i bilan yashashadi. Xonimlar, ovqat vaqti bo'ldi. Hoy, shoshmay turaylik. Avval ovqatlanib qolgandan keyin gaplashamiz. Mayli, ketdik. Hoy, bolam, bunga bir qara. Bu qurol qisqich bokalar juda ham mazali ko'rinadi. Bugun bu ikkalasiga nima bo'lyapti? Ular jim o'tirmayapti va juda ko'p kulishyapti. Layba